Assalomu alaykum, hurmatli informatika fani o'qituvchilari. Bugun biz ofis dasturlari bo'lgan Word, PowerPoint va Excel, Access, ya'ni ofis dasturlar paketini aktivatsiya qilishni ko'rib chiqamiz va Windows dasturini ham Windows operatsion sistemasini ham aktivatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Endi biz aktivatsiya kelganini qayerdan bilishimiz mumkin? Misol uchun Word dasturiga kiradigan bo'lsak, bizaga mana bu Word dasturida oynamizda mana bu uskunalar paneli qoraygan, ya'ni oq-qora formatda bo'ladi, ishlatib bo'lmaydi va Word dasturiga ham yozishni iloji bo'lmaydi. Bu degani dastur aktivatsiyaga kelgan degan. Endi Windowsdan aktivatsiyaga kelgani bu yerda, o'zi mana bu yerda Windows aktivatsiyaga kelganlik haqida yozuv chiqib turadi. Endi uni qanday aktivatsiya qilishimiz mumkin? Biz Telegram kanalimga mana aktivatsiya qiluvchi dasturni tashladim. Bu dasturni yuklab olasiz. Yuklab olganingizdan so'ng mana bu zip formatda qilingan. Buni arxivdan chiqarib olishimiz kerak. Arxivdan chiqarishdan oldin kompyuteringizdagi mavjud antiviruslarni o'chirib tashlashingiz kerak. Antiviruslar yoki Windows Defenderni o'chirishni ko'rib chiqamiz. Start menusini bosamiz, settingsga kiramiz. Bu yerda menda antivirus yo'q, Windows Defenderni ishlataman. Mana bu Private Security ga kiramiz va Windows Security ni bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerdan Virus Protection ni bosamiz. Mana bu yerda Manage Settings degan tugma bor. Agar rus tilida bo'ladigan bo'lsa, Управление настройка deb chiqadi sizda. Agarda bu yerda boshqa bir dastur ko'rinib turgan bo'lsa, qaysi antivirus dasturi bo'ladigan bo'lsa, o'shani vaqtincha o'chirib turishingiz kerak. Mana bu yerda bossangiz o'sha 360 Security mi yoki Note 32 mi qaysi dasturligi bu yerda ko'rinib turadi. O'shani ustiga olib borib, sichqonchaning o'ng tugmachasini bosib, quyitni bosib yoki extni bosib vaqtincha o'chirib turishingiz mumkin. Bu yerdan esa Windows Defenderni o'chirish uchun Manage Settings ni bosamiz. Yesni bosamiz. Mana bu yerda barcha pitichkalarni o'chirib chiqamiz. Biz Windows Defenderni o'chirdik. Ko'pchilik Windows Defender ishlatadi. Agar boshqa antivirus bo'lsa, o'sha antivirusni o'chirib turishingiz kerak bo'ladi. Endi bularni pastga tushirib qo'yamiz. Mana bizning dasturimiz. Dasturni arxivdan endi chiqarsak bo'ladi bemalol. Sichqonchaning o'ng tugmachasini bosamiz. Shu ekstraktni aldi bosib, mana bu arxivdan chiqarib olamiz. Mana arxivdan chiqardik. Ustiga tez 2 marta bosib, dasturni ishga tushirib olamiz. Mana Yes tugmachasini bosaman. Bosganimdan so'ng yana Yes. Bizga dastur o'rnatishni boshladi mana. Endi foydalanishda sizda internetga ulangan bo'lsa yaxshi. Mana bu yerdan internetga ulaymiz va mana Teams Online ni ham qo'shib qo'yishingiz kerak. Va bu yerda check Windows status, check Office status, bu yerda Windowsni hozirgi holatini tekshirish mumkin, ya'ni aktivatsiyaga kelganmi, kelmaganmi yoki Office dasturlari aktivatsiyaga kelganmi, kelmaganmi, bu yerda siz tekshirishingiz mumkin. Endi men hozir Office dasturlarini aktivatsiya qilish uchun bu Office dasturlarini tanlayman. Siz Office dasturlarini aktivatsiya qilayotgan bo'lsangiz, Office yoki Windowsda aktivatsiya qilayotgan bo'lsangiz, Windowsda tanlaysiz mana. Va Start menusini bosamiz.
Mana bo'ldi. 180 kunga aktivatsiya qilib berildi. Ya'ni 180 kundan keyin dasturni yana qayta aktivatsiya qilishimiz kerak. OK tugmachasini bosaman. Keyin bizga mana nastroykadan kirib bularni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qolgan o'chirgan antiviruslarimizni qo'shib qo'ysak ham bo'ladi endi. Va Word dasturini yopib, ya'ni Office dasturlarini yopib qayta ochishimiz kerak. Qayta ochsak bizga aktivatsiya bo'lgan bo'ladi. Agar Windowsda aktivatsiya qilgan bo'lsangiz, kompyuterni bir marta o'chirib yoqishingiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.